Bugun siz bilan har bir rus tili o'rganuvchi insonni bog'lab turuvchi muammo haqida gaplashamiz. Бабушку обидели? Бабушке помогите. Вы помогли бабушке? Бабушке я помогите. Вот. Agar siz ham rus tilida aksent bilan gapirib uyalayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki bugun siz bilan rus tilidagi aksentni maksimal darajada kamaytiradigan 4 usulni ko'rib chiqamiz. Mashqlarni men bilan birgalikda qaytaring. Keling o'zi aksent haqida biroz gaplashamiz. O'zi sizda aksent borligi bu tabiiy holat. Chunki biz hammamiz o'zbekmiz va bizni og'iz va til mushaklarimiz o'zbek tilida gapirishga odatlangan. Biz bolaligimizdan ona tilimizda tovush chiqarish uchun til qanday harakat qilishini o'rganganmiz. Tabiiyki, rus tilida bu harakatlar boshqacha. Ya'ni bizni mushak va jag'larimizni odatlari har xil. Birinchi usul artikulatsiya. Ko'p tillarda og'iz rus tiliga qaraganda kamroq ochiladi. Rus tilida esa aniq talaffuz, lablar va jag' faol ishlaydi. Mana shu mashqni men bilan birgalikda sekin va birozgina oshirib qaytaring. Ma, mo, mu, mi, me. Pa, po, pu, pi, pe. Kuniga 2-3 daqiqa oynaga qarab mana shu mashqni qaytaring. Ikkinchi usul i tovushi. I tovushi aksentni eng ko'p ko'rsatib turadigan tovushlardan biri hisoblanadi. O'zbek tilida i tovushi yo'q, shuning uchun ko'pincha i, ba'zan esa u deb ham talaffuz qilamiz. Keling siz bilan mana shu i tovushi uchun ham mashq qilamiz. Мы, ты, был, сын, dim. I tovushini i kabi tildan emas, balkim dimoqdan chiqarishga harakat qiling. Aksentni yo'qotishdagi yana bir muhim narsa bu rus tili bilan har kuni shug'ullanish. 1-2 kun rus tili bilan shug'ullanib tashlab qo'yganingizdan umuman foydasi bo'lmaydi. Prepuz rus tili platformasida esa 24/7 istagan yeringizdda va istagan joyingizda o'rganishingiz mumkin. Individual ustoz va guruh darslari bilan rus tilini atigi 3 oyda o'rganasiz. Siz uchun opisaniyada maxsus havola qoldirdik. Havola ustiga bosib, birinchi darsni bepulga oling. Uchinchi usul повторение тенью. Rus tilida tabiiy gapirish uchun faqatgina tovushlarni bilish yetarli emas. Rus tilining ritmi va intonatsiyasiga ham ko'nikish kerak. Lekin qanday qilib? Mana shu yerda bizga повторение тенью texnikasi yordam beradi. Rus tilida istagan film, serial yoki intervyuni qo'yib, qahramon bilan birgalikda intonatsiya ritmiga taqlid qilib qaytarasiz. Misol uchun, это по-вашему слова джентльмена? С первого же момента я увидел вашу эгоистичность, заносчивость, презрительность к чувствам других людей. Будь вы единственным мужчиной на земле, то не в силах были вы уговорить меня выйти за вас замуж. To'rtinchi usul tez aytishlar. Tez aytishlar murakkab tovush birikmalarini mashq qildiradi. Keling siz bilan birgalikda mana shu tez aytishlarni qaytaramiz. Kukushka kukушонку купила капюшон. Кукушка кукушонку купила капюшон. Кукушка кукушонку купила капюшон. 16 шли мышей и 16 нашли грошей. 16 шли мышей и 16 нашли грошей. 16 шли мышей и 16 нашли грошей. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Izohlarda qaysi usul sizga foydaliroq bo'lganini va qaysi tovushda ko'proq qiynalayotganingizni yozib qoldiring.